Hurmatli mehmonlar, Mandeli brendiga mansub bo'lgan ushbu dvoykadan ko'rib turganingizdek ajoyib luk tayyorlaganmiz. Hozir bir obzor qilib beraman. Dvoykamizning matosi drap mato hisoblanadi. Mana bu zamochkalarga e'tibor bering. Tepa-past zamochka bo'ladi va mana bu ichki qismiga ham e'tibor bering. Qanaqa naylon astarli bo'ladi. Bu astar terlatmaydi. Yoqa qismi, qo'l qismi, bel qismi ribana manjetli bo'ladi. Ya'ni har yuvganingizda yana o'z holatiga qaytadi. Endi buni ichidan amerikanka berganmiz, jigar rangli amerikankamizni. Qo'li ham, beli ham mana shunday manjetli bo'ladi va Santani brendiga mansub bo'lgan o'sha premium oyoq kiyimimizga ham alohida e'tibor berishingizni so'rab qolardik. Har biri o'z rangiga mos tushganligiga guvohi bo'lasiz. Ushbu lukimizning narxi sizga qiziq bo'lsa, izohlarda narx so'zini yozib qoldiring. Biz sizga narxni shunday jo'natamiz.